tarixiy rekord o'rnatdi. Bilasizlarmi, nega shu kunlarda tarixda birinchi marotaba oltinning narxi unsiyasi uchun 3000 AQSh dollaridan oshdi? Narxning oshishiga asosiy 3 sabab: dunyo iqtisodiy beqarorligi, inqiroz davrida investorlar kuchliroq aktivlarga o'tadilar, inflyatsiya va zaif dollar. Pul qadrsizlanganda oltinga talab ortadi. Markaziy banklar oltinni ko'proq sotib olyapti. Davlatlar dollarga qaramlikni kamaytirmoqdalar. Oltinni afzalliklari: kapitalni uzoq muddat saqlash uchun ishonchli aktiv hisoblanadi. Inflyatsiyadan himoyalangan puldan farqli ravishda u qadrsizlanmaydi. Inqiroz davrlarida asosan narxi oshadi. Endi esa kamchiliklari: aksiyalar va ko'chmas mulk kabi passiv daromad keltirmaydi. Narxi pasayishi mumkin. 2012-yilda qimmat bo'lgan, keyin 10 yil arzonlashgan. Tez foyda olish uchun mos kelmaydi. Oltin bu shunchaki vosita, boylik kafolati emas. Moliyaviy savodxonlikni oshiring va to'g'ri qaror qabul qiling.